Yes, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar jigarlar? Bugun 45 gradus kesish, qanaqa kesish videosini ko'rsatmoqchiman. Zubra mana operatsiya o'sha sotib oldik. Ko'ramiz endi qanaqa kesadi. Faqat nastroykalarni to'g'rilab qildik. Bu yerlarni hammasini plysos qo'llanadi. Bir sira ishlatib ko'rdik, endi videoga deb yana bir marta nima desak bo'ladi. Videoga ko'rsatmoqchiman. Bolgarga, boshqa bolgarga biz sotib olganimizda bu universal любой bolgarga ketadi deb o'yladik. Lekin qarasak, yo'q, mana shu firmaning o'zini bolgarkasi tushar ekan. Keyin biz nastroyga qilib, bir bala qilib shu boshqa bolgarkani qo'ydik. Qani endi ko'ramiz endi. Ko'rasizlar, baho berasizlar, qanaqa 45 gradus kesilar ekan. Ozgina shum bo'ladi, endi ahamiyat bermaysizlar. Qani boshlaymiz bo'lmasa. Bismillah. Ozgina shum bo'ladi, endi ahamiyat bermaysizlar endi. Salqin bo'ladi. Videoga olaman deb hamma yerni svetli qilib qo'ydim, lampochkalarni yoqib, чтобы ko'rinsin deb. Конечно, неудобно место, anaqa удобства yo'q bu yerda, чтобы как профессионально qilib video olish. Keyin tagini skotch qildik, чтобы biz plitkamiz rasayan gladki plitka, чтобы ozgina narsaga ham чтобы tirnalib ketishi mumkin, o'shanga naslak suluchini skotch qilib qo'ydik. O'zini bo'lmasam plastmassa anaqasi bor, yopishtirilgan защита. İdeal. 2 marta yursa agar, 2 martadan yursa agar, birinchisida как черновой, ikkinchisida как чистовой yursa agar idealni chiqadi. Дополнительный шлифовка keragi yo'q. Mana bu o'xshagan narsalar шлифовка qilish shart emas. Ideal o'zi zakonni holatda zo'r chiqib turgan. Chotki. Ko'plar aytishi mumkin, nimaga bu stanokda kessa bo'ladi-ku, 45 gradus stanoklari bor, spesialni deyishi mumkin, lekin stanok kesishi mumkin. Mana ikkita krayni kesadi, o'rtasiga borgandan keyin ozgina qalinroq bo'ladi. 45 gradusni mana chok mana joyi. O'shanga plitkani birinchidan arzon plitka, ikkinchidan bu plitka sal garbatimday, mana bu tomoni sal bunday nima deydi, ishib chiqqan, ikki tomonida tushgan. O'shaning uchun o'shani hisobiga ruchnoy kesishga qaror qildik. Shunaqa apparatni sotib oldik. Hozir ko'rsataman qanday chiqqanini. Baribir endi videoda realniy как nima deydi, ko'zday qilib olib bera olmayman. Endi hozir ko'rasizlar, postaratsiya qilamiz endi. Mana idealniy holati. Endi aytayapman-ku, unchalik как профессиональный video syomka qilmaydi. Bizlarniki endi обычно iPhone 15 maksimalniy darajada video qilib ko'rsatyapman. Yaxshi apparat ekan. Menga yoqdi. Bu yerda plysos qo'llanadi. Bu yerda plysos qo'llanadi, bu yerda уже tushgani tushadi. Bu yerni plysos tortadi. Ligroq qilsa bo'ladi. Lekin самое главное, чтобы disk, нормальный disk bo'lishi kerak, tonki disk. Agar qalinroq bo'lsa agar, mana choklarini hammasini titib tashlaydi, sindirib.
Mana shunaqa jo'ralar. Maksimalni bu yerda ham svet qo'ydim. Bu yoqda ham svet qo'ydim. Tepamda ham svet, bu tomonda ham svet, ishlab videoga yaxshi tushsin deb postaratsiya qildim. Like'larni bosamiz jigarlar.